Nodir Zufarovich, siz yozayotgan mana bu hujjatlarda xatolar juda ham ko'p. Shunchalik ham adashasizmi? Siz nega faqat meni xatolarimni ko'radigan bo'lib qoldingiz? Yoki meni ishlashimni xohlamayapsizmi? Ey, menga qarang. Shu yerda ekansizlar-ku. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qodir Sharipovich oyoqqa turibdilar. O'zlari kelayotgan ekanlar. Shunchaki birovgami yoki butunlaymi? Bilmadim. Jin ursin. Bizga faqat bosim o'tkazadigan boshliqdan qutuldik desak, yana qaytib kelyapti. O'zi kasal bo'lib yotganda xursand bo'lib ketgandim. Men ham. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi keldingizmi, assalom. xo'jayin? Yaxshi, rahmat. Marhamat, o'tiringlar. Qodir Sharipovich, yaxshi kelib qoldingizmi? Ancha sog'ayib qoldingizmi, o'rtoq boshliq? Rahmat. Yaxshimisiz, o'rtoq Sharipovich? Rahmat. Sizlar so'ragandan bir ancha yaxshiman. To'g'risi, meni kutmagandinglar-a? Hali to'liq sog'ayib ketganim yo'q. Lekin bu yerga yangi xo'jayinni tayinlab ketgani keldim.